Biz mana Tojikistonda sayohatga kelganmiz. Mana. Mana shu yerda odamlar yashaydi. Azizlar, tabiatni qaranglar qanday. Juda chiroyli ya. Mana biz hozir Yettiko'lga kelyapmiz. Oldimizda mana shu tablichka chiqyapti. Yettiko'lga yuboradigan yo'l deb. Mana hozir boryapmiz. Ozgina qoldi adashishimizga. Mana shu tablichkadan ko'rib yo'lni topib ketyapmiz. Tog'larning ichidan kirib ketyapmiz. Rashnoy poyon degan joyga kelganmiz hozir. Yo'lda davom etamiz. Bu ham bir qishloq hisobi. Tabiatning manzarasini qaranglar qanday chiroyli. Qancha chiroyli azizlar. Mana biz hozir birinchi ko'lga keldik. Bu yerda shu daryo birinchi ko'ldan mana shunday chiqib boryapti. Birinchi ko'li ana shunaqa nima bo'ladi. Mana ikkinchi ko'lga qarab binolar. Mana do'stlar, biz 4-ko'lga yetib keldik. 3-ko'limiz ham o'shanga yashashadi, unchalik yo'qmadik. Mana ikkinchi ko'limiz tepadan ko'rinishi. Mana chiqib boryapmiz. Ko'ryapsizlarmi mana? Pastda ko'rinyapti o'sha. O'shanda agar boshqa model Cobalt, Gentra, Matizdan tashqari boshqa sal balandroq mashinalar bo'lsa, bu yerdan spokойно o'tib ketadi. Lekin biz sayohatni Matiz bilan qilyapmiz. Chiroyli sharshara chiqib qoldi oldimizda. Qaranglar qanday chiroyli. Tog'larning ichidan kelyapti. Chiroyli bo'ldi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, yaxshimisizlar? Biz mana Tojikistonda sayohatga kelganmiz. Biz hozir bir qanaydir bir qishlog'idamiz. Bu tomonda pastda daryolar bor. Juda bir ajoyib manzara, tog'ning bir o'rtasida joylashgan bir qishloqchadamiz. Hatto bu tomonni ko'rishingiz mumkin. Odamlarning uylari, mana bu tomon pastda maktab, mana ko'ryapsizlarmi? Juda bir joylari bir neobishni joylar ekan, bir dam olishga realniy bir arziydigan joylar. Bugungi videorolikimizda Tojikiston hayoti, biz sayohat qilayotgan joylarni, bir qiziqarli joylarni ko'rsatmoqchiman. Hozir biz Yettiko'l degan ko'lga yo'lga chiqyapmiz mashinamiz bilan birgalikda. Matiz to qayergacha borsa o'sha yergacha Matiz imkoniyati sal cheklangan, bilasizlar, chunki past mashin, tog'li joy, toshli joy, o'shanga biz qayergacha bora olsak o'sha yergacha boramiz inshaalloh. Qaranglar. Mana bir shahar joylarini ko'rsak, mana bu uylari betondan bo'ladi, ya'ni armaturalik bizda qilishadi. Ya'ni mustahkam bo'lishi uchun. Bu yerga qarang, 41 yil bo'lgan ekan mana shu uyga. Ana pastda polsi mana toshdan terilgan, tepasi mana bu g'ishtdan. Bunday qilingan. 41 yil turibdi azizlar. Ko'rasizlarmi? 41 yil. Hech qanday armatura yo'q, hech qanday beton to'kmagan. Prosta manimcha sement bilan yoki oddiy bir tuproq bilan, manimcha hozir ko'ryapsiz, mana bu yerda tuproq. Oddiy bilan tuproq bilan terilgan 41 yil turibdi azizlar. Ko'ryapsizlarmi? Ya'ni qo'shimchasiga mana bu yerda hozir kon bor ekan, tilla koni. Bu yerda bunday portlashlar bo'lib turadi, o'sha konni qazish uchun. O'sha yerda mana bu yerda yer qimirlaydi. Chimlar
ko'rmagan shuncha bardosh berib turibdi. Yana bir ajoyib bir fakt bu sizlar uchun, boshqa qiziq bo'lishi uchun aytib o'tib ketyapman. Xullas, oxirgacha ko'ringlar, juda qiziq bo'ladi videomiz. Like yoqsa, like'larni bosasizlar. Doğru. Doğru. Bak. Şurada odamlar yaşasın. Azizlar, tabiatni qaranglar qanday. Juda chiroyli ya. Juda chiroyli joylar. Oz boryapmiz. Biz ko'rgan. Albatta kuzatib boringlar, juda qiziq bo'ladi. Shunaqa qiziq joylarni sizlar uchun ko'rsataman. Bunaqa kadrlar hech qaysi joylarda ko'rmaysizlar. Mana biz hozir Yettiko'lga kelyapmiz. Oldimizda mana shu tablichka chiqyapti. Yettiko'lga yuboradigan yo'l deb. Mana hozir boryapmiz. Ozgina qoldi adashishimizga. Mana shu tablichkadan ko'rib yo'lni topib ketyapmiz. Asli chiqyapti. Tog'larning ichidan kirib ketyapmiz. Ma این ماشین برازم برات بالا که این qaranglar. ana همینجا Rashnaviy poyon degan joyga kelganmiz hozir. Yo'lda davom etamiz. Bu ham bir qishloq hisobi. Mana 40 yurish kerak ekan. yani zaneki hoşuna tu kadar همینجا
Tabiatning manzarasini qaranglar qanday chiroyli. Yaxshi chiroyli adimi? Tavsiya qilamiz. Qaranglar tog'larni. Mana biz hozir birinchi ko'lga keldik. Bu yerda shu daryo birinchi ko'lda mana shunday chiqib bo'lyapti. Ko'rasizlarmi? Birinchi ko'li ana shunaqa nima bo'ladi? Maydaroq bo'ladi, keyin ko'llari kattalashib ketaveradi. Mana shu daryomiz mana shundan chiqib ketyapti. Mana ko'rasizlarmi? Toshdan mana asta-sekinlik bilan ana shunday chiqib kelyapti. Xullas kelyapti ko'l bo'lib. Mana bu yerda qaraydigan bunaqa odamlar bor bu yerda. Mana shunaqa o'ta shaffof suvlar. Ko'rasizlarmi? Toza. Shunday bir kelib cho'milgiz keladi bu ko'lga. Gitti ko'l. Xullas mana bu yerda bir tavsiyalar berib o'tganlar. Juda ajoyib azmi. Juda chiroyli. Tog'larning bag'rida joylashgan. Ko'rasizlarmi? Biz yana davom ettiramiz keyingi kunlarga. Bo'lmasa kuzatib boringlar. Mana ikkinchi ko'lga qarab yo'naladi. Biz va nihoyat ikkinchi ko'lga keldik, yetib keldik. Tog'larga chiqdik, perivallarga juda yuqori balandlikda edi. Matizimiz ancha qiynaldi, lekin Matiz legenda deyshadi-ku. Biz chiqib keldik va nihoyatda yo'llari mana shunaqa toshli, o'ta yomon edi. Juda ajoyib manzaralar. Bu ikkinchi ko'limiz. Birinchi ko'limizda mana shu yerda quyilayotgan ekan, ya'ni tog'ning tagidan quyilayotgan ekan mana shu suvimiz. Bu undan ancha kattaroq. Tog'lar bag'rida joylashgan. Tosh ketmayapti. Tashlab ko'ramiz. Mana. Ketdi. Mana shunaqa. Mana do'stlar, biz 4-ko'lga yetib keldik. 3-ko'limiz ham o'shanga o'xshashadi, uncha bilmadik. 4-ko'l azizlar mana shunaqa. Shu yerda joylashgan toshlar, tog'lar orasidan chiqib kelamiz. To'g'risi mana bu yog'iga bormasak kerak. Chunki yo'llar vahshiy dabdala, to'g'risi mashinani ichim achyapti. Endi mosh jantralar, mosh boshqa mashinalar bo'lsa, bunaqa qiyin bo'lmasa kerak ularga. Lekin Matizimiz ozgina qiynalyapti. Mana shu yerga to'xtaymiz. Bu yerda sharoitchalar ozgina qilib qo'yilgan. Mana biz 4-ko'lga yetib kelganmiz. Bu yerda sharoitchalar qilib qo'yilgan ekan, o'tirishga, o'shani ko'rishga hozir biz mashinadan tushib kelyapmiz. Mashinamiz mana shu yerda. Mana shu yerda sharoitlar. Ko'lni ko'rsataman sizlarga. Bu 4-ko'l. 3-ko'limizda ham o'tiradigan joylar, stoloviylar qilib qo'yilgan edi. Bu yerda ham hozir mana sharoitlar. Zo'ra. Asobiy kinma deb qo'yilgan bu yerda. Mana shuni qarayman, yozilgan ekan. Yaqiniga borib ko'raylik, qanaqadir mumkin emas deyishyapti, nimadir deyishyapti. Shuni ko'rsatmoqchiman.
Xo'p, obboziy ma'nosi deyapti, ya'ni bu yerda cho'milish mumkin emas deyapti. Juda ajoyib. Mana shunaqa tog'larni bag'rida bir-biridan qo'yilib ketayotgan ko'llar. Juda ajoyib toshlar mana. Aslida bu yerda endi cho'milmaysizlar, kelib maza qilib o'tirib olib, tabiat bag'rida dam olib ketsalaringiz bo'ladi. Juda ajoyib. Juda chiroyli. Mana shunaqa. Do'stlar, biz 4-ko'lda biz. Tog'lardan tushib boramiz. Qani, yo bismillah. Ana. Bu 4-ko'l. Ana qaranglar, manzaralarni. Juda ajoyib. Bitta cho'milasdik-ku, lekin cho'milish mumkin emasdi. Juda ajoyib, chiroyli joy. Manzaraga maza qilyapmiz. Shunday, qanday desam, dam olyapmiz. Miyalar tinchib, hamma narsa esdan chiqarib, bunday maza qilib, sabotni o'tiribmiz biz. Xullas tavsiya qilamiz. Mana ikkinchi ko'limiz tepadan ko'rinishi. Biz 3-ko'lga kelganmiz. Mana 3-ko'lni hozir qaytib keldik. Nima uchun? Chunki bu yerda sharoit qilishayotgan ekan. Mana bu yerda xolasa stolovlar, o'tiradigan joylar bo'ladi. Ham olish joylari qilishyapti. Mana bu yer 3-ko'limiz. Mana bu yerda tayyor stolovi bor ekan. Ovqatlanib bemalol maza qilib o'tirsangiz bo'ladi. Oilangiz bilan birgalikda. Görüyle. Tam onu tutayım. Güzel zevkler işte. Tağlarda bağırlar. Turistlar kelib o'tirib mana shu yerda o'tiradigan joylar qilib qo'yishgan. Ovqatlar pishiryapti. Assalomu alaykum. Ovqat chiqaling, hasinja? Osh tamom shu sho'rba ham. Sho'rba hasa. Sho'rba ekan, osh. Shar ekan bu yerda. Baliqlarni mana qarang. Mayda baliqlar yuzaga chiqadi. Shunaqa chiroyli. Xullas tavsiya qilamiz azizlar. Juda chiroyli, ajoyib joylar. Boshqa davlatlarga borib katta pullarni sarf qilish kerak emas. Bu yoqda ko'p pul ketmaydi.
oddiy bir 30-40 ming, 50 mingga bemalol ovqatlarni mana bu yerda maza qilib dam qilib ketsangiz bo'ladi. Tabiat qo'ynida. Odam yaqin qolmi? Ikkinchi ko'limiz mana bu yoqdan tepalikdan ko'ryapsiz. Shunaqa tepalikdan biz hozir pastga tushib boryapmiz. Mana qaranglar. Biz yo'lni ko'rsating. Aylana yo'l. Mana shunda aylanib tog' bilan pastga tushib ketyapmiz. Hozir pastdan ham ko'rsatamiz. Mana shu tog' biz qayerda tushibmizni. Aylanma yo'llar mana shunaqa. Matiz legenda desam ishonmaysizlar-da. Matiz legenda. Mana. Mana tushib boryapmiz. Yo'li to'g'risi o'ta yomon. O'ta yomon mana. Burilib ketyapmiz. Ba'zi joylari tegishi mumkin. Ba'zi joylari teginyapti. Endi o'ta qo'pol darajada emas. Pastga tushib boramiz. Mana tushib boramiz. Ko'ryapsizlarmi mana? Pastda ko'rinadi тоже. O'shanda agar boshqa bo'lsa Cobalt, Gentra, Matizdan tashqari boshqa sal balandroq mashinalar bo'lsa, bu yoqdan spokойно o'tib ketadi. Lekin biz sayohatni Matiz bilan qilyapmiz. Самое главное shuncha joylarga bordik Matizda. Ular zo'r azizlar. Bemalol Matizingiz bor bo'lsa ham kelavering azizlar. Chatga. Uddalasa bo'ladi. Mana biz hozir mana shu tepalikdan tushib keldik. Ko'rasizlar, mashina chiqyapti. Tepalikdan tushish. Juda qiyasi baland ekan. Tush o'z bo'lmadi. Baladik. Endi qaytyapmiz. Chiroyli sharshara chiqib qoldi oldimizda. Qaranglar qanday chiroyli. Tog'larning ichidan kelyapti. Chiroyli bo'ldi. Ko'plarning mana bu yerda shifobaxsh buloq bor ekan. Shu eshik ochiq bo'lsa, olib ketmoqchi bo'lyapmiz. Har xil dardlarga joy shifo uchun. Yozilgan Chashmai obi Garkopmas. Garkop. Eshigi ochiq, bu yoqdan ochsak bo'ladi. Shu daraxtning pastida ekan. Bu yoqdan chiqadi suv. Raslan. Har xil teri kasalliklarga davo ekan. Pichish shunaqa narsalarga.
Mana shunaqa.